Voy, mana qarang aka. Rostdan mehnatkаш ayol ekanlar. Zo'r. Zo'r deb qo'ying. Zo'r. 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 Bu ish narsa emas. O'zimizni mana shu viloyatda qishloqda turadigan ayollar bundan ham yerdan kechgacha kurashda mehnat qilishadi. O'zimizni ayollarga, o'zimizni onalarimizga, o'zimizni opa singillarimizga Xudo kuch-quvvat bersin. Shunaqa mehnatkash odamlarga Alloh tugamas, bitmas boylik bersin. Biz hozir Xitoyda mana shunaqa ovqatlanadigan joyga keldik. Lekin bitta dona dungallarni halol ovqatlanadigan joyi bor ekan, lekin yonida noxush hidli har xil ovqatlar borligi uchun u yoqqa kirib ham yeyolmadik, chunki o'sha hidini o'zi ishtahani buzib qo'ydi-da. O'zbekistonda maza qilib ovqatlanayotganimizga, uyimizda qilinayotgan ovqatlarni shiraligiga mana shu yoqqa kelib turib, shuna hidlarni hillab turib, shukr qilar ekansiz, gap yo'q. Lekin biz mana so'mkamda ham bor. Poy qadam olganmiz, mashina hozir gastinisaga borib maza qilib yeymiz-da. Voy, siz ham safar chiqayotganingizda, ayniqsa Xitoyga yoki bo'lmasa musulmon bo'lmagan davlatlarga borayotganingizda обязательно poy qadam oling. Mazasi zo'r, yog'i kam, o'sha joyida isitib ketib, isitib yeyib yuboradigan ovqat, tayyor ovqat. Oshlari ham bor.